Keyingi 15-savolimizga qaraymiz endi. 15-savolimizda tajribali oshpazni ta'kidlashicha, shirinlikning ta'mi, mustahkamligi va sifati yaxshi chiqishi uchun unga qo'shiladigan un va shakar orasidagi bog'lanish quyidagi chiziqli grafikda ko'rsatilganday bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak, shunga ko'ra un va shakarning umumiy miqdori 37 kilo bo'lgan shirinlikda necha kilo shakar bor deyapti. Ya'ni un va shakarning umumiy og'irligi 37 kilo deyapti. Demak, un bilan shakarni qo'shganimizda 37 kilo chiqayotgan bo'lsa, shakarning o'zi qancha bo'ladi deyapti. Buning uchun bizga mana bu grafikda qaraymiz birinchi. Mana bu un, mana bu shakar. Demak, 6 kilo un ishlatganimizda 1 kilo shakar solyapmiz ekan. 10 kilo un ishlatganimizda 2 kilo shakar. 14 kilo un ishlatganimizda 3 kilo shakar. 18 kilo un ishlatganimizda 4 kilo shakar solyapmiz ekan. E'tibor beradigan bo'lsam, bu oraliq hammasi 4 ga o'sib ketyapti. 4. Demak, keyingi oraliqda yozib ko'raylik. Mana bu 4 ga o'sib 22 kilo bo'ladi. Mana bu pastdagi oraliqimiz esa 1 ga o'sib ketyapti mana. 1, 2, 3, 4 bo'lib. Demak, buni 5 ga o'stiramiz. Shunda bu 22 ga to'g'ri keladi. Sababi mana 14 bo'lganda 1 kiloga o'syapti. 18 ya'ni 4 kiloga oshganda yana 1 kiloga o'syapti. Buni yana 4 kilo oshsa, mana bu yana 1 kilo oshishi kerak. Va umumiy shakar miqdori 22 ga. Umumiy un va shakar miqdori 22 kilo un bilan 5 kilo shakar qo'shilib 27 bo'lyapti. Bizda shu narsa nima bo'lishi kerak ekan? 37 bo'lishi kerak ekan. Un va shakarning umumiy kilosi. Hop, keyingi safar 22 dan keyin buni 4 ga o'stiradigan bo'lsa 26 bo'ladi. 26 endi bu yoqdan 6 ga to'g'ri keladi. 6 ga. 26 6 ga to'g'ri kelayotgan bo'lsa 26 kilo unga 6 kilo shakarni qo'shsam umumiy 32 kilo og'irlik hosil bo'ladi. Bizda 37 kilo bo'lsin deyapti. Demak, bu ham emas ekan. Yana 4 ga oshirib ko'ramiz. 26 ni 4 ga oshirsak 30 kilo bo'ladi. 30 kilo endi matdan 7 ga to'g'ri keladi. 7 ga to'g'ri kelayotgan bo'lsa 30 ga 7 ni qo'shsak 37 kilo bo'ladi. Un va shakarning umumiy miqdori. Demak, bizda 30 kilo shakar, shakardan 30 kilo 30 kilo shakar emas. Undan 30 kilo. Undan 30 kilo, shakardan 7 kilo olinyapti ekan. Bizda so'rayapti, necha kilo shakar bor deb so'rayapti. Shuning uchun javobda 7 kilo shakar bor degan javobni tanlab qo'yamiz ekan bunda. Keyingisi 16-savolimiz. Birinchi o'qib olamiz. Sut fermasida 150 litr sutdan pishloq ishlab chiqarilganda, qolgan sut va ishlab chiqarilgan pishloq orasida quyidagicha chiziqli bog'lanish bo'ladi deyapti. Ya'ni sut 150 litr bo'lgan paytda, ya'ni ishlatilmagan paytda pishloq qilishni boshlashibdi. Pishloq qilishni boshlab sutni 51 ga tushirib qo'yishibdi. 150 litr sutimiz 51 ga tushib qolibdi. Demak, qanchasini ishlatdik? 150 dan 51 dan ayirsak 99 litr ishlatdik mana. 99 litr ishlatgan paytimizda bizda umumiy 11 kilo pishloq chiqibdi. 99 litr ishlatganimizga 11 kilo pishloq chiqqan bo'lsa, 1 kilo pishloq uchun 9 litr sut ketayotgan bo'ladi. Xo'p, endi bizdan so'rayapti. Shunga ko'ra bu sut zavodida 10 kilo pishloq ishlab chiqarish uchun necha litr sut kerak deyapti. 1 kilo pishloq ishlab chiqarish uchun 9 litr bo'lsa, 10 kilosi uchun 10 kilo 9 90 litr sut ketadi deb aytib qo'yamiz buni. Xo'p. Keyingisi 17-chi. 17-savol. Quyidagi birinchi grafikda qobiqli, ya'ni po'stloqdan ajratilmagan bodom va uning tozalangandan so'ng qoladigan qismi mag'iz orasida chiziqli bog'lanish berilgan deyapti. Ikkinchi grafikda esa tozalangan bodom mag'izi va undan ishlab chiqariladigan yog' miqdori orasidagi chiziqli bog'lanish berilgan deyapti. Shunga ko'ra 30 litr yog' olish uchun necha kilo qobiqli bodom kerak bo'ladi deyapti. Demak, birinchi mana bu yerga e'tibor beramiz. 30 litr yog' olish uchun deyapti. Birinchi yog'ni topib olamiz. Mana bu yerda ishlab chiqarilgan yog', mana bu yerda tozalangan bodom mag'izi. E'tibor berasizlar. Tozalangan bodom mag'izi 6 kilo bo'lganda 6 kilosidan chiqargan necha litr? 5 kilo yog' chiqargan mana. Yog', 5 kilo yog'. Xo'p. Demak,
5 kilo yog' olish uchun 6 litr ketayotgan bo'lsa, 30 litr yog' uchun necha kilo ketishini topishimiz kerak. Qancha kilogramm tozalangan bodom ketishini topish kerak. Hop, demak, proporsiya qilib ishlaydigan bo'lsak, x ni 5 ga ko'paytmasi 36 ga ko'paytmasiga teng. Buni bunga bo'laveradigan bo'lsak, 5 25 kilo bo'ladi, adashmasam. 25 kilo. Yo'q, 25 kilo emas ekan. Hozir boshqatdan ishlaymiz. Demak, 6 kilo tozalangan 6 kilo tozalangan bodomdan 5 kilo yog' chiqyapti. Endi mana bu 30 litr yog' olish uchun deganini, yog'da 1 litrini 1 kilogramm deb hisoblab ketaveramiz. 30 litr yog' olish uchun deyapti. 30 kilo yog' olish uchun qancha tozalangan bodom ketishini topamiz. Birinchi qancha tozalangan bodom. Demak, x ko'paytiruv 5 teng 6 ko'paytiruv 30. X teng 6 ko'paytiruv 30 ni 5 ga bo'laveramiz. 30 ni 5 ga bo'lsam 6, 6 kere 6 36. Mana. Hop, demak 36 kilo agar menda tozalangan bodom bo'lsa, 36 kilo tozalangan bodomdan 30 kilo yog' chiqar ekan. Ya'ni 30 litr yog' chiqadi. Demak, tozalangan bodom 36 kilo kerak menga. Hop, demak, endi mana bu yerga e'tibor beramiz. 2 kilo tozalangan bodom olish uchun menga 2 kilo tozalangan bodom olish uchun kerak ekan 3 kilo qobiqli bodom. Endi 36 kilo tozalangan bodom olish uchun qancha qobiqlik anaqa kerak? Bodom kerak deb istayman. Va proporsiya 2 ni x ko'paytmasi teng bo'ladi 3 ni 36 ga ko'paytmasiga. X topish uchun 3 ko'paygan 36 ni bo'lamiz 2 ga. 36 ni 2 ga bo'lsak 18, 18 dan 3 tasi 54. 54 kilo kerak bo'lar ekan. Ya'ni qobiqli bodomdan 54 kilo kerak bo'lar ekan. Demak, javob 54 deb qo'yamiz. Hop.